O'zbekistonda yangilik sinmaydigan shiperlar endi o'zimizda Farg'onada vodiyda ishlab chiqarilyapti. Jigarlar, videoni boshidan bilan like bosib qo'ying, biz sizga afzalliklarini ham tushuntirib beramiz. Qarang, mana g'isht qo'yib qo'ydik tagiga, ya'ni o'rtasiga g'isht qo'ydik. Sinadimi yo'qmi, sizga sinab beramiz. Qarang, mana ketdi. O'zini holatiga ko'rib turganingizdek, mana sinmadi, hech narsa bo'lmadi. Jigarlar, xudo xolasa ishonchli shiper. Bu shiperni biz 10 yildan beri chiqaryapmiz. Ya'ni zavod ish faoliyatini boshlaganiga 10 yil bo'ldi, jigarlar. Xudo xolasa sifatiga kafolat beriladi. 450 markada sement ishlatamiz. Bundan tashqari azbest qo'shiladi. Sababi zichligini ta'minlash uchun azbestning o'rni juda ham katta bo'ladi. Mana yana bir marta tashlaymiz buni, jigarlar. Ko'rib turganingizdek, mana hech narsa bo'lmadi, sifati yaxshi. Mana bundan tashqari, mana bundan oldin videoga oldik. Mana ko'rib turganingizdek, mana rekaga yopishib turibdi, mana jigarlar, mana. Hech narsa bo'lmaydi. Shiperning sifati juda ham yaxshi, xudo xolasa. Usta akalar bo'ladigan bo'lsa ham, bitta odamga tavsiya qilsangiz ham, xudo xolasa, bexijolat olib sotadigan, foydalanadigan aka-uka, biznesmen aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa ham aloqa qilsalaring bo'ladi. Standart shiperdan nimasi bilan farq qiladi? Afzalligi nima deganlar uchun? Afzalligi sinmasligida bo'ladi. Bundan tashqari mana suvni oqizib qo'yganimizga mana ancha bo'ldi, jigarlar. Ko'rdingiz, mana ko'lmay bo'lib turibdi. Sekin oqib tushyapti, mana. Endi qarang. Orqasini ko'radigan bo'lsangiz, orqasiga umuman suv o'tmagan, jigarlar. Endi bu tevasini aytmaganda, o'rtasidan, boshqa joylardan umuman suv o'tmagan. Shiperning afzalligi juda ham yaxshi bo'ladi, jigarlar. Xudo xolasa, sifati konkretna zo'r, xudo xolasa ishonchlik. Razmerida farq qiladi xolos. Razmerini so'raganlar uchun razmeri bu tomoni 82 ga, bu tomoni 180 bo'ladi. 82 ga 180 lik shiper bo'ladi. Xudo xolasa sifati yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu tomonda o'zimizda sklatdan foydalanganmiz. Uzunasi 40 metr joyga, eni 10 metrlik joyga ham foydalanganmiz. Xudo xolasa yaxshi. 10 yil garantiya bor hozirda. Xudo xolasa yozib ham beraveramiz. Xolasa через notarius orqali ham biz hozir o'sha O'zbekistonda yagona bo'lgan shiper zavodga yetib kelganmiz, jigarlar. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Narxi nech pul deganlar uchun, narxi birinchi sorti 38 ming so'm. Kami yo'q, jigarlar. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Ikkinchi sortga keladigan bo'lsa, ikkinchi sortini 35 ming so'm qilib beramiz. Ikkinchi sorti. Ikkinchi sortini qatlarga ishlatsa bo'ladi deganlar uchun nimasi bilan farq qiladi deysizmi, keling. Ikkinchi sortini farqi mana shu joyda bo'ladi, mana. Mana shu joyda chekkalarda sal ozgina shunaqangi defekti bo'ladi. Mana. Bu joylarda defekti bo'ladi. Farqi shu xolos. Lekin o'rtalari hamma joyi tekis bo'ladi. Farqi yonida defekti borligi uchun xolos. Sifati bir xil, garantiyasi bir xil. Faqatgina o'sha 2000 so'm arzon qilib qo'yganmiz. Kimdirlar molxonasigami, naveskami, xohlagan joyiga foydalansa bo'ladi, xudo xolasa. Shiperimizda sifati yaxshi, jigarlar. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Marg'ilon shaharda. O'zingizning mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, eng kami 30 ta sotamiz. 30 tami, 50 tami, 100 tami kelib bemalol olib ketsangiz ham bo'ladi. Dastavka pullik. Biz ko'p joylarga o'xshab shiperni narxiga dastavkani tiqib yubormaganmiz. To'g'ri tushunasizlar. Ozgina pul qo'yamiz xolos, jigarlar. Xudo xolasa shiper manzur kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Olib sotadilar bo'ladigan bo'lsa ham, shiper sotadigan bo'lsalar ham olinglar, foydalaninglar. Xudo xolasa voha taraflarda ham hali bu shiperdan yo'q. Misol uchun bitta Isuzuga ancha sig'adi. Misol 20 tonna olib ketadigan bo'lsa ham 20 tonnasi ham chiqancha bo'lmaydi. Mana 100 tasi 1 tonna 600 kilo bo'ladi. 1000 tasi 16 tonna bo'ladi, jigarlar. 1300 ta, 1400 ta bitamta o'sha 20 tonnalik bitamta mashinada olib ketadigan bo'lsalaring ham bitta partiyadan ancha pul qoladi, xudo xolasa, jigarlar. Xalqqa sal arzonroq qilib sotsalaring, xudo xolasa, xalq duo qiladi, jigarlar. Qiyinchilik mahallada unaqa odamlardan foydalanib daromad qilish kerak yo'q. Ozgina foyda qo'ysalaring yuraveradi ish, tez almashadi, xudo xolasa. Ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.